Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Mahdiyeda assotsiatsiyasi ofisida o'tiribman mana. Xudo xolasa hozir bir ikkita встречаlarimiz bor. Peshkom yurib pul ishlashni xohlasanglar, Mahdiyeda assotsiatsiyasiga qo'shilsanglar, sizlarga shunaqangi zo'r programmasi bor. Telefoningizga o'rnatib beriladi. Kuniga 10,000 qadam yurganingizda kompaniya sizga $10 pul beradi. Agar siz bir haftada 70,000 qadam yursangiz, haftaning oxirida kompaniya sizga $30 qo'shib $100 haftasiga beradi. Agar siz bir oyda 4 haftada $400 qadam bosib yuradigan bo'lsangiz, kuniga 10,000 qadamda, oyning oxirida sizga kompaniya yana $100 qo'shib, shunda sizga $500. Mana xudo xolasa, mana dengizni yonidaman. Mana shu yerda cho'mildik, maza qilib, bir hafta maza qildik, действительно. Juda ham go'zal, qaranglar mana bu qo'rqinli. Vau! Judayam go'zal. Allohim hammaga nasib qilsin shunaqa joylarga kelib, sayohatlar qilib, dengizlarda cho'milish, Allohning yaratib qo'ygan go'zalliklarni ko'rib qolish kerak. Pulni yig'amiz, teramiz, uylar quramiz. Yana nima qilamiz? Katta mashinalar olamiz. Hammasi o'tkinchi. Bunaqa go'zalliklarni ko'rib, maza qilib dam olib ketganga nima yetsin? Hammani o'zini nima deydi? İkinci mahsulotimiz bu. Stilki deyiladi. Patak o'zbek tilida. Buni o'zida magnitlari bor, o'zida anion tarqatadi bu ham. Turmalinlari bor. Bu nimalarga foydasi bor? Belli grija, artrit, artroz, skolioz, podagra, oyoqdagi otyuqlar, varikoz, xullas kalom tirnog'ingizdan boshlab soch uchigacha davolaydi. Sahrni ham misol uchun, o'tfayli toshlarni ham tushiradi, eritib. Qon yurishini, qon aylanishini juda ham zo'r qiladi. Bu ochki bilan stilkani taqqaningizda, bunda amaliyotchiga, ya'ni yoshartirish effekti bor. Odamga yosh beradi, yoshartiradi. Juda ham zo'r ancha-muncha kasallardan saqlanadi. Ikkinchi mahsulotimiz bu. Stilki deyiladi. Patak o'zbek tilida. Buni o'zida magnitlari bor, o'zida anion tarqatadi bu ham. Turmalinlari bor. Bu nimalarga foydasi bor? Belli grija, artrit, artroz, skolioz, podagra, oyoqdagi otyuqlar, varikoz, xullas kalom tirnog'ingizdan boshlab soch uchigacha davolaydi. Sahrni ham misol uchun, o'tfayli toshlarni ham tushiradi, eritib. Qon yurishini, qon aylanishini juda ham zo'r qiladi. Bu ochki bilan stilkani taqqaningizda, bunda amaliyotchiga, ya'ni yoshartirish effekti bor. Odamga yosh beradi, yoshartiradi. Juda ham zo'r ancha-muncha kasallardan saqlanadi.